Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Hozir Ahad Turdining Sarson ruh nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. 3. Harg'inlik, tashnalik va qatma-qat jafolarga to'lgan zerikishli kunlar orqa-orqadan o'taverdi. Kunlar haftalar oylarni to'ldi. Qasım Taygan başlap mangan 29 kişilik bu hash karvani Qashqardan chiqib 97 kun bo'lganda Pokistonning Kanjut viloyatiga yetib keldi. Bu kunlarda Kanjut qalaymiqan, tensiz edi. Ular amdala cho'ng ko'chadagi bir saroyning oldiga kelishiga bir necha yerlik odamlar Gilgit bombari deb barqirashqinicha yugurib keldi. Bu ansiz xabarni anglagan kishilar xuddi hozirla bu yermi bombardimon bo'ladigandek har yoqqa qechib pitirab ketdi. Karvonmi darhol saroyga tushib o'rinlashdi. Saroyvan ularga arab so'zlab: "Hozir Hindiston aeroplanlari Gilgitni bombardimon qilyapti. Sizlar u yerga bora olmaysizlar. Mushu yerda turinglar" degan gaplarni uqtirdi. Bu kutilmagan xabardan ularning hammasida bir xil vahima, umidsizlik cho'lg'ib oldi. Endi qanday qilarmiz? Hey, shuncha yerdan jafo tortib kelib, endi bu yerga qominib qolarmizmi? Ah xudo, bu bizga nima tortquliq? Kelmay naq urushning ustiga kelib emasmi? Sit. Biz nimandoq sho'rpishani? Mana bu ularning o'ziga va taqdir Allohga qo'yib atgan savol, pig'oni ham hasrati edi. Shu topda ular xuddi birsi yuragini so'g'ib qo'l bilan mujib o'ynab atgandek beoromlikqa, sarosimiga tushgan edi. Ular uzoqdan beri dillariga pükkan qutlug' hash safarining mushundaq arzimas ishlar bilan yerim yo'lda qilishidi. Alloh yo'lida chekkan jafo mushaqqatlarining haq tog'a yetmay Alloh yo'lida chekkan jafo mushaqqatlarining haq dodiga yetmayla jahonning bir bulun pushqoqlarida unutilib kelishidan azoblanadi. Demisimi, bu bir to'p kishilarning vujudiga hash qilishga bo'lgan aqida e'tiqodning cheksiz kuchi, sadoqat va taqvodorlikning hidoyati, iymon va itoatmanlikning rag'bati mujassamlashgan edi. Atsi Atxon, Qasım Taygan, Ekber qatorliq bir nechaylan bozor orlab xabar tingladi. Jahon xeyli tinchib qolganda ko'rinadi. Do'konlar ichilib, savdo setiq qizg'in bo'lib o'tadi. Shu yerda ular ikki odamning uyg'urcha so'zlashayotganligini anglab, yuraklari o'ynab ketdi. Bu til, bu ovoz ularga shundoq yiqimliq, singishli to'yildi. Ular taqqozolik bilan "Assalomu alaykum" deb kelib, ular bilan qizg'in ko'rishdi. Bularning birsi Doğulaq, qirqim soqol, xushchiroy Boqi hojim degan kishi Shingsay vaqtida tijorat bilan bu yerga chiqib, keyin siyosatning vahimasi bilan yurtga qaytolmay, Kanjut bilan Gilgit orliqida turib qolgan 3 turpalliq odam edi. Uzoq so'zilgan salom sahatdan keyin bu odam ularni gazmalchilik do'koniga boshlab, qand gezaklari bilan choy qo'ydi va ularning ko'nglini tinchlantirib mundaq dedi: "Sizlar chet elning odami, qo'rqmay meni beringlar. Uning ustiga hajga manganlarga hech kim daxl tarus qilmaydi. Mana bu odam oqshom Gilgitdan keldi", dedi u yanadagi hamrohini ko'rsatib. "Bizning hamsherik, u yerda cho'ng ish yo'qdi, shundaqmi?" "Shundoq", dedi uning hamrohi tasdiqlab. "Ba'zi kunlari Hindistonning ezib qolgan aeroplanlari kelib, hayva qilib qo'ydi. Naydi birdamlik vahima, kishilar ko'nib ketdi."
Shu emasmi? Hammamiz ko'nib ketdik, dedi Boqi hojim parvosiz holda. Eğilda mozay tug'ilsa, Iroq bo'yida o't-cho'p o'saveradigan gap. Hamma ish o'z yo'li bilan bo'laverdi. Tünögünki gez xabarga qaraganda bu tensiz kunlarmi uzoqqa bormaydi. Sizlar xotirjam safaringlarni davom qilinglar. Gilgitga barsanglar, u yerdan aeroplan bilan Lahorga borsizlar. Lahordan poyezd bilan Karachiga borsizlar. Karachida paraxotga o'ltirib Jiddaga borsizlar. Xudo xolsa, buningdan keyingi safaringlar o'ngishli, tez bo'ladi. İnşallah deganlari kelgay, dedi Atxan xeyli xotirjam bo'lib. Undaq bo'lsa, bugun kechda kamillari har birlariga bir piyoldan yurtchay qo'yaman, dedi Boqi hojim tavazzu bilan. At deganda Xudo buyursa Gilgitga uztib qo'yaman. Yaxshi ko'ngillariga rahmat, dedi Atxan ta'sirli hayajonli ovozda. Bizning bugun bejirdigan muhim bir ishimiz bor edi. Shuningga yordam qilgan bo'lsizlar. Xo'sh, qo'lim ko'ksimda, dedi Boqi hojim o'rnidan sal-pal qimirlab. Bizning bir hamrohimiz yo'lda yaralangan, dedi Atxan Elimshoni tilga elib. Shuni mush yerda doktorga bir ko'rsatib olsak deymiz. Boqi hojim bu gapni anlab darhol do'konini taqadi va Atxan bilan billa saroyga kelib, yurtdoshlarining hammasi bilan qizg'in ko'rishdi. Bu ko'rishish uningga xuddi el yurtni ko'rgandek yaqinlik, hayajonliq ta'sirot ekan. Uning nazarida ularning vujudidan ona yurtning hech narsaga tang qilg'ili bo'lmaydigan bebaho hidi bilan muqaddas tuproqning pok zar to'zonlari balqib turadi. Boqi hojim bularni hidledi, puridi va to'ymay so'mirdi. Shuning bilan judolik, seg'inish va visal ishqida o't bo'lib yongan yuragi sal-pal oromiga tushib sagrigandek bo'ldi. Ular Elimshoni harvaga o'ltirg'izib, Kanjutdagi cho'ng doktorxonaga ilib bordi. Doktor uning yarısini tekshirib, yotoqqa buyurdi. Doktorning aytishicha, uning yarisi yetib davolanmasa bo'lmaydigan holga yetib qolgan edi. Lekin Elimsho qat'iy unamadi. Bunchalik og'riqqa safardan qolmayman, dedi u o'zini bardam tutib. Doktor daverdi. O'zimning ahvoli o'zimga ayon. Yana bir tengib qo'ysin, yo'lda yaxshi bo'lib ketdiman. Atxanmi, Akbarmi va boshqa hamsafarlarmi Elimshodan ayrilib kelishni xohlamaydi. U ba'zilar uchun ham qalqon, ham nayzi bo'lsa, Akbar uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan sodiq hamroh, samimiy do'st va yaxshi mungashchi edi. Shunga u Elimshoning qo'lidan asta tortib, doktorxonadan tezroq ketishni ishorat qildi. Elimshomi o'z gapida ching turdi. U bunchalik yori uchun doktorxonada yetib, qutlug' safardan qilishni to'limi bema'nilik, chidamaslik deb biladi. O'z nazarida kichigidan tortib pichoq va tosh to'qmoq ichida yurib o'sgan badani va ruhi xeyli mazmut, mustahkam edi. Doktor amalsiz Elimshoning yarısini tengib qo'ydi va qaytadigan chaqda alayda topildi. Diqqat qilinglar, yara eg'izida yuqumlanish bor. Kashda Boqi hojim ularning hammasida mo'l, alvak dasturxon selib katta kutib oldi. Uzoqdan beri issiq basqudak uy tamoqi yemagan musofirlar polo, samsa, uyg'ra qatorliq tamoqlarni yeb, tarlab, ichidan yayrab ketdi. Ertasi tong bilan tang yangi safar yana boshlandi. Ikkinchi kuni tushda Gilgit ularni qalaymaqonchilik ichida so'qib kutib oldi. Karvan kelishdan bir necha soat burun Hindistonning bir aeroplani kelib, bomba tashlab, bir odam bilan bir necha qo'y
kalını öldürüp ketken idi. Şuna rast koçularda adam şalan, ensiz dukanlar taqaqlıq idi. Ularni Gilgitning G'aji Sahib degan bir saqchi boshlig'i kutib oldi. O'roq, egiz bo'y, qurg'uy burun bu odam beshidagi uzun qulaning ustiga qizil salla o'rib olgan edi. Pokiston hukumatining uqtirishi bor, dedi u arabcha so'zlab. Biz hojilarni to'simay, avar qilmay vaqtida yo'lga solamiz. Lekin hozir vaziyat jiddiy. Jamiyat muqimsiz. Şuna sizlarni burunqidek bu yerdan aeroplan bilan Lahorga, ondan poyez bilan Karachiga yo'lga selib qo'ya olmaymiz. Sizlar eng yaxshisi Chilas yo'li bilan Rawalpindiga beringlar. Jafo cheksanglarmi, tinchlik, xotirjamlik afzal. To'g'ri, bizmi omon esanlikni tilaymiz, dedi Atxon saqchi boshlig'ining yaxshi ko'nglini tushunib. Lekin bizning otchimiz bizni mushu yergacha akilishga tushgan. Endi u kishi otlarini elib qaytmasa bo'lmaydi. Biz Chilas yo'li bilan Rawalpindiga qandoq boramiz? Buning jojisi pul, dedi saqchi boshlig'i kulib. Pulda gap yo'q, dedi Atxonmu mardonlik bilan. Undaq bo'lsa yaxshi. Saqchi boshlig'i qiyniq choy damlangan stakanni qo'liga elib davom qildi. Bu yerdan odam va uloq yollaysizlar. Ular sizlarni boshlab mangdi. Bundaq odamni biz nerdan topamiz? Biz tepib beramiz, dedi saqchi boshlig'i xayrxohlik bilan. Faqat pul ishini o'zinglar so'zishib bitisizlar. Bo'ladi, dedi Atxon xo'shal bo'lib. Sizga rahmat boshliq. Atsi Qosim Tayxon hammaylar bilan xo'shlashdi. Ba'zilar ko'zi ish qildi, ba'zilar qiyolmay uni shaharning sirtig'icha o'stib chiqdi. Qosim Tayxon Kanjutga berib, Baqa hajim orqali shu yerdan Qashqar yoki Xotanga to'shiladigan dori-darmak, rang va gazlama qatorliq yuklarni uqishib, elib ketishni kelishib qo'ygan edi. 3-kuni saharda Atxonlar yangi bir yo'l boshlig'ichining orqasidan to'yga, ot va eshaklarga minib, cho'l va edirliqlardan o'tadigan Chilas yo'li bilan Rawalpindiga qarab yurib ketdi. 6-bob. Tensiz kunlar. 1. Ular Rawalpindiga keldi. Ularning ko'z oldida quchoq ochgan shovqinliq, g'uj-g'uj bu shahar boshqacha dunyo edi. Rawalpindining bu kunlardagi ahvoli bakmi qalaymaqon, o'sal edi. Yo'l yaqinlarida paskina, g'erib sargarlarlar yetishib ketgan edi. Ular och-yalang'och, haqiqatanmi bechora notivallar edi. Arq ko'cha, bulung pushqoqlarni eski-tuski narsalar, qalaymaqonchilik, vayronchilik va qorong'u zulmat qoplab ketgan edi. Kishini demek turadigan yuqori harorat va ig'ir emgak kishilarni g'org'in, choshqin qilib etgan edi. Akbar bilan Elimshoni bu shaharning o'zgacha manzarasi, moy yo'li, elektr chirig'i va ba'zi ovat do'konlarda yangrab turgan radiolari jalb qilib oldi. Ularning bu narsalarga qiziqib, ajablanib qaraydi. Ularning bu qarashi xuddi haybatlik Hindiston pilini tunji qitim ko'rgan odamning hayronlikda og'izni ichib qarab qolganiga o'xshaydi. Ular shu qiziqish bilan ko'chaning do'qmishidagi soyivallik cho'ng bir do'konning oldiga keldi. Bu yerga xeyli ko'p odam to'plashib olgan edi. Ular do'konning peshtaxtasiga qo'yilgan kichik sanduqdek radiodan yangi xabarlarni anglashga tamshib turardi. Do'kondor radioning yo'g'on qora tugmidek burg'uchilarini uyan-buyan to'lg'ib edi. Birdam naqshi muzika, birdam urducha, inglizcha gap, birdam g'art-g'urt, g'ash-g'ush qilgan ovozlar anglandi. Do'kondor erinmay to'lg'ab yurib, oxir bir yerdan urducha so'zlayotgan bir kanalni topdi. Kishilar boyiqi varang-churunglardek shappida to'xtatib radioga quloq soldi. Akbar bilan Elimshoni xuddi bu gaplarni biladigandek, bu gaplar o'zlari uchun nihoyat muhimdek kishilar orasiga kirib jimmida turishdi. Amaliyotda ularning qiziqayotgani gap
va odamlar emas, balki radio edi. Ular radioga qaragan siri ahli lol bo'ladi. Bu sirliq sanduqning ichiga birsi kirib so'zlayotgandikin desa, uningga odam patmaydi. Odam yo'qmikin desa, odamning ovozi chiqyotadi. Texi bir yerlardan olvastining ko'zidek lop-lop qilgan chiroqlar yenib turadi. Yani texi o'tqa qo'ygan cho'gindek gijildigan ovoz shu. Voy xudoyim-ey, bu zodi nemidir? Jin olvastlarning kuy sanduqimi ya? Akbar bilan Yelimsha radioga qaragan sari qiziqdi. Qiziqqan sari ajablandi. Xabar anglayotganlar turibla hayajonlanadi. Turibla xushalligidan varqirishib ketadi. Uzoq o'tmay xabar tugab, muzika bilan naqshi anglandi. Naqshining avjiga ko'tarilib, marg'ulitib aytilgan bir yerlari Akbarga xuddi o'z yurtidagi choyxonlarda anglagan muqam naqshlariga o'xshab ketgandek tuyuldi. Ular hayronlikda paranglashqash to'p ichidan asta sug'urilib chiqdi. Yelimsha aka, sanduqning ichida zodi nima bordir? Dedi Akbar hayronligini basolmay. Menga ba'ayni jin shaytonlarning ishidak tuyulyapti. Jazmi shundoq, dedi Yelimsha kesibla. Uning ichiga odam patmagandan keyin jin shaytonlarni oldab kirgizgan gap. Shuning bilan 72 xil siyoqqa o'zgara oladigan bu maxluqlar gap qilib, odamcha naqsh aytgan. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Ularning qo'li tövbede ko'tarilgan bu tuyuqsiz ovoz Yelimshaning kepini uzib aytdi. Har ikkisi tangla orqaga qaradi. Ularning oldida uzun oq ko'nglar, ustiga mallarang jilik kiyib olgan, beshida pagiri, putida chablisi bor soqolliq bir odam muloyim kulib turardi. Xush kelibsizlar yurtdoshlar, dedi u odam ko'rish uchun qo'lini uzatdi. Men bayatından beri sizlarga sap saldım. Qarsam, bu yerga yangidan kelgan musofirda ko'rinsizlar. Shundoq, hajga mangandiq, dedi Yelimsha u odamning issiq qo'lini qisib turib. Bu yerga urishkin kelgan hamrohlarimiz musofirxonada qoldi. Onun musafirxona degeni mushu yerdan 300 shamdam nerdagi cho'ng bir binoning daldisi edi. Ular Ravalpindiga urishkin yerim kechi bilan yetib kelgan edi. Chilas yo'li garchi bexatar bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bakmo jafoliq, mushkul edi. Karvandagilar shuncha ko'p yo'l yuribmi, birer kecha aramxo'da uxlab baxmadi. Erler asasen degidek piyoda mangdi. Ba'zi qeyrilar madardan ketib zambilga tushib qoldi. Ular yo'lni jurt ichi bilan emas, odamsiz cho'l jazirlari bilan mang'ashqa ochliq, ussuzlik va g'arg'inlik hammalarning jonlarini xo'ritib, bir tera, bir so'ngak qilib qo'ygan edi. Gilgitdan yollagan yo'l boshlovchilar ularni o'lishgun yerim kechi bilan shaharga akirib, mushu binoning daldisidagi bo'sh yerga tushirib qo'yib ketgan edi. Ular bir necha soatni hech nimani to'ymay, ig'ir uyqu bilan o'tkazdi. Lekin atsi ko'zni ichib qo'pib, o'zlarini go'yo tush ko'rayotgandek xiyoliy bir dunyoda his qilishdi. Chunki ularning ko'z oldida yeyilib yotgan bu katta shahar tensiz, g'ovg'aga to'lgan, yot ham begona edi. Odamlarmi ular biladigan odamlarga o'xshashmaydi. Shunga bu yerga kelibla ularning ko'zi qorag'u, qo'liga gaz, tili gachi bo'lib qolgandek hech narsani anqira olmay qilishdi. O'zlari tushgan yerdan bir necha qadam neriga berishga qo'rqatdi. Barsimi bir narsalarni balga qilib qo'yib baratdi. Mana bugun Akbar bilan Yelimsha zo'r g'ayratga kelib, o'zlari tushgan yerdan bir necha 100 qadam nerdagi cho'ng rastiga kelgan edi. Ismim Boqtarxon, asli yakallik, dedi heliq odam o'zini tanishtirib.
Kichkimda dadam bilan bu yerga chiqib turib qolgan. Men hozir tijorat ishi bilan Peshovarga mangmoqchi edim, lekin endi bormayman. Sizlarni ko'rib, ko'nglim so'yinib ketdi. Men sizlarni uyimga boshlab boray. Mehmon bo'linglar. Uyim mushu yerdan yarim chaqirim nerdagi Zaburul Haq ko'chasida. Bu odam haqiqatan xushal edi. Xushalligidan qo'riq bosgan qarmotoq yuzi yal-yal ichilib ketgan edi. Chunki u bu yerda to'satdan o'z tilida so'zlashayotgan yurtdishini, uzoq yil ko'rmagan, ko'rishga intizor bo'lgan quvim qerindishini uchratgan edi. Odam bu dunyoda hamma narsani unutishi mumkin, lekin faqat bir narsani, nada tug'ilib, nada o'sganligini hargiz unuta olmaydi. Yurt deb atalgan aşı güzel yegane zeminde yaşıgıcı her bir gül giyahının, her bir can canavarının, her bir nersi buyumның insan kalbiga o'rnashgan xotirasi bo'ladi. Qachonki aşı namni tilga olganda, ular yalt qilib bütün güzelligi, bütün jalbkorlik bilan odamning ko'z o'ngida gapirindi. Agar sen g'alva g'avurga to'lgan begona shahar ko'chalarida to'satdan ona tilda gap qilayotgan biror odamni uchirtib qolsang, darhol diling orziqib, uni to'xtatib so'zlashgin, mungdashgin keladi. Uzoq yil yurtdan ayrilib, musofirlikda yashayotgan Baqtarxonning bugungi hissiyoti, kayfiyati va xushalliqi ana shundoq edi. Ular paranglashqash musofirxona tarafga qarab mangdi. Akbar texcha shu hayronlik bilan heliqi jin shaytonlarning ishi to'g'risida so'radi. Uni radio deydi, dedi Baqtarxon kulib ketib. U Angliyada yasalgan. Oningda Pokistonning, dunyoning yangi xabarlari tarqaladi. Naqshi muzikalar beriladi. U radio haqida o'zi biladigan narsalarni erinmay tafsili so'zlab berdi. Lekin bu gaplar Elimsho bilan Akbarga yanada g'uva sirliq edi. Baya ular turibla xo'shal bo'lishib ketdi-ku, dedi Akbar bayqi radio anglag'uvchilarning ahvolini eslab. Shu chaqda eliqi sanduqdan nima gaplar chiqqan? Ha, sen hammaga sapsapsan-da, dedi Baqtarxon Akbarning dolsiga qiqib. Hozir radiodagi xabarlar bak ko'p. Xalqlarmi qiziqib anglaydi. Chunki hozir hamma odam yangi gaplarning, yaxshi ishlarning bo'lishini kutib o'tadi. Bay radioda Pokistonning hozirgi dohiysi Muhammad Ali Jinna'ning Moskvaga borganligi, qaytish vaqtida Stalinning uningga bir paraxod, yemak-ichmak bilan kiyim-kechak sovg'a qilganligi xabar qilindi. Onundan keyin hozir Pokistondan Hindistonga, Hindistondan Pokistonga ko'chayotgan ko'chmanlar to'g'risida ikki taraf hukumat amaldorlarining jonga jon tegishish siyosati qo'llanmoqchi bo'lganligi aytildi. Buningda boy bo'lsimi, gaday bo'lsimi, mol dunyoni yo'tkimaslik, faqat odamnila almashtirish to'xtami tuzilibdi. Ular nimishqa odam almashtirdi? Akbar tushunmagan seri qiziq so'rashga boshladi. Ha rost, sen texi uqmaysan o'g'lim, dedi Baqtarxon ko'ngilchaklik bilan tushundirib. Men sana aytsam, o'tgan yili 6-oyda Hindiston bilan Pokiston ikki davlat bo'lib ayrilgan. Shu sababdan haligacha ikki o'rtada onda-munda to'qinish bo'lib turibdi. Texi chegara siziqi bekitilmagachga Hindistondagi musulmonlar Pokistonga, Pokistondagi butparastlar Hindistonga turkumlab ko'chishga boshladi. Mana bu musofirlarni ko'rdingmi? Ular shahar ko'chalarida chedir tikib, makon tutib yotdi. Hamma yerda o'layotgan, tug'ilayotgan, kasal va och zerin yurgan g'ayrib miskinlarni uchirta olaysan. Hozir hukumatning ishimi baktas, oldirash bo'lib ketdi. Bularni o'rinlashtirmasa, holidan xabar olmasi bo'lmaydi.
boy aytgan jonga jon almashtirishmi behuda qizg'inlik ham bulang talangdan saqlanish uchun bo'lgan. Bo'lmasa, kelayotgan, ketayotganlar o'zaro guruh bo'lib, musulmonlar butparastlar musulmonlarni o'ltirib, bulang talang qiladigan gap. Bundaq ishlar o'tganda ko'p bo'lib, xalqlarni bak parakanda qilib etgan. Shunga bu xabar boya radioda berilganda hammaylar xush bo'lishib ketdi. Akbar ha deb beshni langshitib qo'ydi. Lekin bu ishning tegi taktini qanchalik tushandi, buni belgilab olmaydi. Faqat uning ko'nglida musofirchilikning qattiqligi bilan o'z yurt makonidan ayrilgan odamning xuddi chashqa tushgan kepakdek yiltizsiz, qadirsiz bo'ladiganligidan iborat ochiq bir to'yg'u cho'nqur o'rnab qoldi. Ma'qulamsa, bugun mush yergacha o'qib beray. Davomini kelar qitim anglag'aysiz. Aman bo'ling. Xayr xo'sh.